Bu videoda hamma narsadan broni yasasa bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkovi ham tekin maza qilib ko'ringlar. Assalomu alaykum Minecraft'lar, sizlar bilan Ajikay. Bugungi videomizda o'sha bo'ladi. Videoni boshida aytdim. Bu esa ash qo'llanma qanaqa qilib yasash, lekin bizga kerak emas. Biz o'zi shundoq ham hammasini bilamiz. Bu yerda mana bloklardan hamma narsadan yasasa bo'ladi. Unda vijivanani biz survivalimizni boshladik. O birinchisi baribir boshlanishiga loyisidan yasaymiz. Shimi, bosh kiyimi, oyoq kiyimi. Hop, bularni kiyamiz endi. Hop, mana pastda yozuvchilikda inglizchani bilsanglar tarjima qilinglar. Mana armor funksiyon karet. Bu o'tirsa, любой blokni mashaqa loyli blokka aylantirib qo'yadi. Endi bu nima? Endi loylida ish. Nima, loylasi olmos bersinmi endi? Endi kuchayamiz ichcha. Mana ko'mirlar ham bor ekan, ashlarni ham yo'lab olamiz. O bitta pechkaliga harakat qilamiz. Da xuya lekin kavlash kerak ekan. O'zicha daraxt ham kavlash kerak. Kech tushib bo'lmasidan. Voy bu mavlari xuddi bilmasa huquq qo'layotgan demak suv olishgan hammasini. O kirkali aytmoqchi. Kirkali asli ham bor edi, kirkali broni. Hozir kirkalidan yasaymiz, mana hammasiga kirka yasadik. Hozirgi ko'rsatish esimdan chiqib qopti. Ana kirkali, ana shim, oyoq kiyim, bosh kiyim. Ozgina yetmay qolar ekan, yana ancha yasaymizda. Ana bo'ldi. Va kirkali. Buni hali nima qilishini bilmayman. Destroy blocks faster. Ya'ni tezroq buzadi bloklarni deyapti. Xo'p, hozir sinab ko'ramizda, yangi kirka yasadik mana. Hozir sinab ko'ramiz. Qani. Nima karomating bor? Vo, tezligini ko'rdinglarmi? Bu shu. Buni qaranglar. Vo. Buni qaranglar. Nice. Lekin vashchi zo'r ekan. Endi mana pechkali yasaymiz. Pechkali nima karomati bor ekan pechkali. Hop, bu everyone. Xo'sh. Bu rudalarni ustiga kelsa, shundoq ekta olinadi, ruda toshga aylanadi va sizga o'sha eritilgan holda tayyor olinadi. Bu vashchi zo'r. Mana bunisini ham olamiz. Bitta rudadan ikkita tayyor eritilganini shundoq hech qanaqa bez qazisiz olib beradi. Shunday ustilariga prosta yurib o'tsanglar bo'ldi. Vashchi zo'r ekan lekin. Mana bularni ham bo'ldi mana. Yurib prosta o'tsak bo'ldi. Hech narsa qilmasdan biz u 20 ta mis allaqachon olib oldik. Plastiklar. Zombidan ham narsa tushadi. Mana zombi anaqalar ham yasaymiz mana. Zombilardan ham narsa tushadi. Hozir zombidan narsani kiyib ko'ramiz. Qalqon yasab olaylik bitta. Hop, mana. Biz zombili naqa bironani kiydik. Endi buni qobiliyatini ko'rsataman. Zombi attack regeneratsiya U. Zombilar sizga hujum qilsa, joningiz kamayish o'rniga sizga regeneratsiya beradi. Bu degan zombilar hech qachon sizni o'ldirolmaydi. Bu ham vahshiy zo'r. Ayniqsa mana kechqurun tunda zombilarga qarshi rosa zo'r qo'l keladi. Mana o'ldira olmaydi vahshiy. Endi skeletlar o'ldiriladi. Skeletlar endi zombi emas, faqat zombilarga ishlaydi, lekin bu unutmanglar. Hop, endi mana bu g'or. Kirish kichkina, ichi katta. Oho. Voy bu. Ana. Hop, endi jicha kuchayamiz.
Maqsadimiz esa obsidiantli aslihalarni yasash. Bronyalarda. Просто yurib o'sin, maza bo'lib qolyapti-ya bizga. Hop, sal temirli instrumentlar yasab olaylik. Hop, ortiqcha narsalar inventorda turgan yomon ko'raman, tezda qutulish kerak, bu ham kerak emas. Mana bo'ldi. Qiziq, olmosga ham ishlarmikan? Hozir sinab ko'ramiz. Yo, ishlamasga. Ishlaganda yaxshi edi, luboy rudagi ishlaganda yaxshi edi. Endi olmos ertilmaydi-yu, menimcha shunga bo'lsa kerak. Hop, maytda oltin bor ekan. Oltinni ham har ehtimolga qarshi olamiz. Voy, bu temir koni-ku, temir kon. Hop, biz shaxta ham topdik. Lekin shaxtaning ichiga kirmoqchi emasman. Xohish yo'qda, qandaydir. Bitta temir yo'l. Mana bor ekan. O, 17 olmos yashinib olibdi. Lekin meni hech kim yashinolmaydi. O'g'laman men. Lapisga ham ishlamas ekan. Hali boshda vijvanani boshda rosa ko'p qo'l kelar ekan. Aytgancha creeperlarni nimaga o'ldirmayapsizlar desanglar, creeperdan tushadi. Creeperdan ham bronya yasasa bo'ladi. Lekin u vafshe bronya. Shuni portlatadi, o'zinglarni tushirib yuboradi. Creeperdan bronya yasab yurmanglar. O bitta o'qdan ham bor ekan. Keyin tinchgina o'tirishga ham qo'yishmaydi bular. Biz paqir yasadik. Endi suv olish kerak. Hatto droplar qilgani. Ana chiq. Shuni suv olamiz. O bana bo'ldi. Ani water drop. Ana bo'ldi. Silliq. Buni yopaylik. 17 ta sandiq bor ekan. Qani ichida nima bor ekan? Ya, oltin. Kerak emas bizga oltin. Bir stak oltimiz bor, pashti. Betlarda ham hech narsa yo'q, topik. Betdan chiqish kerak, tezroq bo'lmasam yo'lni yana yo'qotib qo'yaman. Bitta ko'p yo'lni yo'qotib qo'yganman. Tezroq chiqish kerak. Endermendan ham chiqadi, endermenni ham o'ldiramiz. Yo'q, eshak. Ana tushdi. Nima tushdi? 2 dona. Voy o'lsin. Qachon to'plab olaman men? O 20 tani. Bu ham o'ldi. Vo, jemchuqdan ham yasasa bo'lar ekan. Endi bu yerdan chiqish kerak bor. Chiqish uchun zombili bronalarni kirib olaylik, shunga chiqish qulayroq bo'lar. Go. Bu g'ordan chiqamiz endi. Enderman yo'qol. Ana endermandan ham yasaveramiz balki. Birinchi chiqib olish kerak lekin. Hop 1 2 3. Hop. O! Nima bo'lgan ko'rdinglar? Voy, lekin vaqtcha cho'tka bo'libdi. Program urib ketyapmiz. Hop, endi bu yerdan chiqamiz. Chiq. Yaxshi. Va nihoyat. Za graveldan ham yasasa bo'larmikan? Mana ulardan chiqamikan? Qani ko'raylikchi. Yo'q, chiqmadi. Yasa bo'lmasa ekan. Lapisdan nima karomati bor ekan? Lapis qani ko'raylikchi. Lapisda infinity lapis lazuli to enchant. Sehrli stolda cheksiz lapis kerak. Lapis bo'lib berar ekan. Buni 1 tiyinlik kerak. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. Maytda oshqovoq. Oshqovoqdan ham yasaymiz. Nima karomati bor ekan, mana yasab bo'ldik. Rakiyamiz. Kallasi. Yo. Nigirga o'xshab qoldi bu. Mashmi? Look out a bit. Shu ko'rshapalaydi deb shuncha harakat qildimmi? Ayta buzilgan portal bor ekan. Olmosga kirkayamiz va maqsadimiz o'sha obsidianlar saqlar. Hozir hamma obsidianni qazib olamiz. Ana etdik kamlik qildi va maytda bor ekan. O bularni hammasini endi
qo'yib, hammasini kavlab o'tirishimiz kerak. 1 soat vaqt yetadi o'zi ham. Qachon ko'la bilaman buni. Ana bo'ldi, bizda yetadi. Hamma narsa 24 ta. O bitta hop ko'kradiki shim nima kepka va oyoq kiyim bo'ldi. Endi bularni kiyamiz. Maqsadimiz yaqin va wow. Lekin ko'rinishi vafshi zo'r yoqdi menga, cho'tka turibdi. Pastda nimadir to'layapti-da, hozir to'lsa nimadir bo'ladi-da bo'ldi. Qani, nima bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Bo'l tezroq to'l. Oh! Wow, portal paydo qilib berar ekan. Lekin bu har to'lganda portal paydo qilar ekan. Lekin unchalik ko'p narsa kutdim bundan. Jonni 2 karra oshirish, himoyani to'liq qilish, hamma hozir portalga boramiz. Eng logikaga tushmayotgan narsasi voyey. Yonib ketdi mana. Yo'q, gaz so'tyapti, gaz. Qoch. Mana biz kichkina portaldan chiqdik va katta portaldan tirildik. Mana logikaga tushmayotgan narsasi. Xo'p, videoni shu yoqqacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kanalga videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. Hammaga bay bay. Bu mod Telegram kanaldan topasizlar. Telegram kanal kommentariyada.